Agar bu holat bizda kuzatilayotgan bo'lsa, demak, yaqin orada juda katta muammolarga kirib qolishimiz mumkin. Odatda kim nima kiygan? Unda bor, menda yo'q. U aqlli, u tezroq erishdi. Men esa ortda qoldim degan fikrlar bizni tez-tez bezovta qilib, ich-etimizni yeydi. Buni sababi o'zimizni boshqalar bilan solishtirishimiz. Agar bu ishni to'xtatmasak, natijada o'zimizni past ko'rishni boshlaymiz. O'zimizga ishonchimiz kamayadi. Qilayotgan ishlarimizdan rohat olmaymiz. Bor narsamiz ham ko'zimizga ko'rinmay qoladi. Oxiri ichimizda bosim yig'iladi. Hasad paydo bo'ladi. Norozilik kuchayadi. Eng yomoni, hayotdan sovuy boshlaymiz va depressiya bilan quchoqlashamiz. Bu holatga yechim bormi? Albatta bor. Juda oddiy va sinalgan. Masala shundaki, biz o'zimizda bor ne'matlarni ko'rmagunimizcha, baribir boshqalar bilan o'zimizni solishtiraveramiz. Shuning uchun o'zimizga aniq vazifa belgilaymiz. Kundalik tutamiz va bir oy davomida har kuni o'zimizda bor ne'matlarni yozib boramiz. Eng kamida bir dona. Ko'proq bo'lsa undan ham yaxshi. Qanaqa deysizmi? Masalan, tirikligimiz, ota-onamiz hayotligi, yana bir kun imkonimiz borligi, o'z oyog'imiz bilan yura olishimiz, sog'ligimiz, oilamiz, kasbimiz borligi, yonimizda bitta bo'lsa ham ishonchli odam bor ekanligi. Bular oddiy, odatiy ko'ringani bilan eng katta boyliklarimizdir. Bir oy bularni yozib borsak, ichimizda o'zgarishlar boshlanadi. Shukr paydo bo'ladi. Minnatdorlik hissi keladi va sekin-sekin boshqalar bilan o'zimizni solishtirmay qo'yamiz. Biz hech kimdan kam emas, hatto baxtliroq ekanligimizni, faqatgina bu narsani ko'rmayotganligimizni albatta tushunib yetamiz. Bu oddiy, lekin juda ko'p musibatlardan qutqarishi mumkin bo'lgan real retsept. Demak, boshqalar bilan o'zimizni solishtirishdan to'xtab, baxtli hayot sari olg'a. Xayrlashmadiki? Ko'rishguncha.